ming bora shukr. Iloyim, oyog'ingiz bilan keldingiz. Xursandmiz. Xalq qatoridan. Va meni duo qilganlar va moddiy yordam berganlarga rahmat. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bu baxtsiz hodisa edi. Hech kim buni xohlamagan. Shu sahnaga Ozoda opamni yuzini yorug' qilishga chiqdim va rahmat aytaman sizga ming bora. Sizni yaxshi ko'raman va sizlarni yaxshi ko'raman. Narsani aytaman sanim. Bilasizlarmi? Bu dunyodagi har bir narsa bizga sinov uchun berilar ekan. Har birimizni boshimizda har xil sinovlar bor ekan. Mana shu bo'lgan narsada, hayotimda bo'lgan narsada Sabrina jonim, men sendan shu narsani kutgan edim. Ki hech kim bir yomonlik bilan qolmasin asalim. O'sha qizni ham kechirgin, aylanib ketaysan. Ana shu sevinchda ham kechirgin jonim. Mana qara, oyog'ing bilan kelding. Seni xalq shunchalik qo'lladi. Shunchalik o'zini qizidek qo'lladi. Aylanib ketaysan. Mana uzr so'rab kelding, men bunga xursandman. Mayli inson bilasizmi, ba'zi inson o'zini fikrini tushuntirib bera olmaydi. Ommani ichida yurmagan odam fikrini ayta olmaydi, fikrini to'g'ri tushuntirib bera olmaydi, o'zini qanaqa tutishni bilmaydi. Shunaqa holatda qaysidir ma'noda noto'g'ri fikrlarga borishi mumkin. Men o'ylaymanki, aylanib ketay, Sabrina jonim. Mana shu qizni ham kechir, aylanib ketay. Kechirgin, xo'pmi? Kechirdim. Sevinch kechirdisan. Roza kunida o'sha sevinch kechirgan. Assalom. Hammaga rahmat, hammaga mana butun mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar mana shu Sabrinaga jonini bergan, Sabrina uchun kuygan, Sabrinaga переживать qilgan har bir xalq vakilimizga hammanglarga rahmat, hammanglarga to'g'ri rahmatini aytdi. Bundan keyin ham minnatdor. Endi bir duo qilinglar, mayli nimaki o'tgan bo'lsa, noto'g'ri gapirgandir, kimlardir foydalangandir, lekin hammaga rahmat deyman. Mana Sabrinani nomini hozir ko'ribman, shok bo'ldim. To'g'risi kutmagan edim. Ko'rib shok bo'ldim. Ichimda xohlagan edim. Qaniydi? Mayli, kim aybdor, kim nima, lekin hamma birovni farzandi. Hech kim yomon bo'lishini xohlamaydi. Birovni farzandi qaniydi shu qizni kechirib olsa, qaniydi deb ichimdachi tushlarimga kirib chiqqan edi. Senga ko'pdan rahmat.